112. savol. Assalomu alaykum ustoz. Mushu qilgan xizmatlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh tanlarini salomat qilsin. Birinchi savolim, mening shaxsan o'zimning 20 ming dollarim bor edi. Yo'ldashim Turkiyaga kelib tijorat qildim deb iqtisoddan ayrilib qilib, yanada pul qolmay, mening yenimdagi 20 ming dollarni dasmoy qilib pul topmoqchi bo'lib, mendan qarz ustida elib turgan. U pulni 3-4 oy ichida yo'q qilgan bo'ldi. Buningga 5 yil bo'ldi. Bu 5 yil jarayonida bu pul yenimda bo'lmag'achqa zakat ayirmadim. Shunday qilganim to'g'rimi? Ikkinchi savolim, mening vatandan taqab kelgan zakat tushirgan oltinim bor. Buningga zakat ayirib boshqalarga berib keldim. Yenimda 40 ming lira atrofida turk puli bor. Buningga zakat ayirmadim. Üçüncü savolim, yo'ldashim muqim bir ish qilolmag'achqa gayda uyga xarajat qildiganga puli yo'q bo'lib qolganda boshqalarga qarz bo'lib qolgan yeri bor ekan. Shunga men ayrilgan zakatimni yo'ldashimga bersam durust bo'lamdi? Cevap: Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah özlerinden razı olsun. Birinci sualın cevabı: bu pulga zakat ayırmaysız. Yo'ldashingiz qachon o qarzni qaytirib bersa, qaytirib bergan shu yilga zakat ayirib, o'tgan yillarga ayırmaysiz. İkinci savolning javobi: albatta ayirasiz. Uchinchi savolning javobi: ayoli zakatini kambag'al eriga bersa bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning ayolining eriga sadiqa berish haqidagi savoliga uningga 2 ajr bo'ladi. Biri sila rahim qilganlikning ajri, yana biri sadiq qilganlikning ajri deb javob bergan.